Demak, aziz do'stlar, Oriyat Donada dilizxorlari, tabrik so'zlari, alangali salomlar fursatlari ko'plab tinglovchilarimiz, shinavandalarimiz qo'ng'iroq qilib iltimos qilishyapti. Bugun ustoz san'atkor, O'zbekiston, Tojikiston xalq artisti Og'abek Sobirovni tavallud topgan kunlari. Shu munosabat bilan ustozni qutlab qo'ysangiz, tabriklab qo'ysangiz, ulug'larni, ustozlarni yo'lini bersin, ko'plab shogirdlariga bosh bo'lsinlar deb yaxshi bir niyatlarni aytishyapti. Biz ham Og'abek Sobirovni muxlisi, tinglovchilari hisoblanamiz. Ko'plab konsertlarda, yaxshi davralarda, o'zlarini to'y tomoshalarida, tug'ilgan kunlarida, ayyomlarida birgalashishga harakat qilganmiz. O'zlari ham Oriyat Dononi xalfana dasturlarida ishtirok etganlari bo'lgan. Yana alohida bir takliflarimiz bor. Fursatlarini topib taklif etamiz degan umiddamiz. Og'abek Sobirov, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'plab tinglovchilar, shinavandalar nomlaridan sizni bugungi ulug' ayyom bilan qutlaymiz, muborakbod etamiz.